Joriy yilning 1-mart kunidan boshlab Xorazm viloyatida aholi osoyishtaligini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning birinchi bosqichi o'tkazilmoqda. Mazkur tadbir davomida 20-mart kuniga qadar quyidagi natijalarga erishildi.
lariga qaytarildi. Qurollarning ustida nazoratning kuchaytirilishi jinoyat sodir etish ehtimolini kamaytiradi va aholi xavfsizligini ta'minlaydi. Ushbu yo'nalishda 2741 nafar fuqaro tomonidan ov quroli va uning o'q-dorilarini saqlash tartibiga rioya qilish ahvoli nazorat tartibida o'rganildi. Olib borilgan targ'ibot ishlari natijasida fuqarolar tomonidan noqonuniy saqlanayotgan 13 ta ov quroli ixtiyoriy ravishda ichki ishlar organlariga topshirildi. Tobora takomillashib borayotgan qo'riqlash xizmati bugungi kunda mulkiy turdagi jinoyatlarning oldini olish bo'yicha ishonchli hamkorga aylangan. Shu bois tadbir davomida olib borilgan targ'ibot ishlari natijasida qo'shimcha ravishda 4 ta obyekt jismoniy qo'riqqa, 273 ta obyekt texnik qo'riqlovga olinib, qo'riqlash xizmatining qamrovi yanada kengaydi. Xavfsiz va sog'lom yurt tadbirining birinchi bosqichi joriy yilning 31 mart kuniga qadar davom etadi.